Grusha kelleri. Assalomu alaykum vatani ko'z obunachilari. Bugun o'sha erta bahordan o'sha barg chiqarishdan oldin gullash periodi bo'lib o'tadigan ajoyib daraxtlardan biri, demak, ko'rib turganinglar, Grusha kelleri, aynan Chanticleer sorti, ya'ni nok daraxtimiz, dekorativniy nok. Bu daraxtimiz o'sha juda ham redki nok beradi, ya'ni meva soladi. Mevasi ham albatta katta bo'lmaydi, kichkinagina dekorativniy nok bo'ladi, lekin gullash periodi buni eng muhim tomoni. Ajoyib ko'rib turganlaringizdek oppoq bo'lib, xuddi qor yog'gandek bo'lib turadi. Gullash davri demak 2 haftadan 3 haftagacha cho'zilishi mumkin. Shu bilan birga bu daraxtimiz barg chiqargandan keyin barglari ham juda ham dekorativniy bo'ladi. Albatta yoz faslida yam-yashil bo'lib turadi. Xuddiki usti blestящий geliviy yaltiroq bo'ladi. Kuz faslida ushbu daraxtimiz qanaqa ko'rinishdaligini mana marhamat ko'rishingiz mumkin. Albatta barglari juda ham chiroyli tusga burkanadi.